chiqarib qo'ydi. Bo'lmasa hamma yoqqa yurardilar. Hamidlar ketib qoldi o'zidan. Uylarni ham topolmay asabiylashan bo'lib qoldilar. Keyin opamlarga men olib berdim yarimta. Pensiyangiz menga cho'zasiz, hech bo'lmasa yarimtasini olib beraman dedim. Men tozalachi tiklovchini berdim. Hali endi bitta shuni chip tomon qildilar. Hozir ahvollari yaxshi. Men telefon qilib olib beranularingdan tamom bo'pti уже deb telefon qilmay qo'ydilar. Даже bolalarni ham tanimayaptilar, nevaralar. Yo'q, yaxshi bo'lib qoldilar. Yana olib berdim, xudoga shukr endi. Bu yo'g'ini ko'ramiz, nima bo'lar ekan. Xotirani tiklabdi, xotiralari ham asabiy bo'lib qolganlar, hamma bolalar, nevaralar yoqmaydi deb qoladi. Bo'lmasa bolajonim ko'chaga chiqsa, ko'chada adashib qolibsan. Yo'q, hozir xudoga shukr yarimtani o'zida yaxshi bo'ldilar. Shu 05 tani berib, hozir 2 tomchi yurib, tillarni tagiga kellar tomizib qo'yadi. Yolg'on bo'lmasin, men bundan suvdan ham olib berdim. Undan 10 litrga solib 2 ta briz qilib, o'shani ham ichib suvni o'rnida ko'p suv ichadi. Keyin undan tashqari yaqinda o'g'limga aytib ketaman natijasini. Dachaga boribdi-da, gazni yoqqanda anaqa yo'qmaganda yana yoqsa bir portlat basharasiga sachraydi. Hali uylantiradigan bolani. Ertasiga keldi, o'sha mahalla yuragim qolib anaqa qildi. Ertalab keldi, bashara ishib ketganmi, xuddi yotganda uxlab qolganga o'xshaydi. Mahbalot bashara ishib ketdiman desam, u kuyib, chochlari, qoshlari, kipriklari qolmaydi. Ko'zi usti bilan bunaqasi. Ertasiga уже yara bo'la boshladi burnim. Keyin men uzun pasdan oldim, achitasi ham sururdim. Yo'q, 3 kunda xudoga shukr, yaxshi. Yuzda dog'lari qolmadi, qoshlari ham, kipriklari ham o'sib chiqdi. Ko'ziga ham sut tashladim. Shunaqa yaxshi. Sog' bo'ling. Demak, xotira tiklanishidan,